Xo'p, 2025-yil variant. Birinchi variantni ikkinchi savol bilan tanishib chiqamiz. X04 molyar 400 ml kaliy nitrat, Y02 molyar 200 ml kaliy karbonat, Z0.04 molyar 100 ml kaliy xlorid. Yuqoridagi berilgan eritmalar uchun quyidagilardan qaysi biri noto'g'ri deyapti. Demak, biz noto'g'risini topishimiz kerak ekan. Noto'g'risini topadigan bo'lsak, xo'p, variantlar tahlil qilib chiqamiz. Birinchi o'rinda bizda x deyapti. Xo'p, 0.1 molyarli 400 ml deydigan bo'lsa, buni 0.4 litr bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsam 0.04 mol. Xo'p, 0.04 mol kaliy nitrat. Xo'p, y da esa 0.2 molyar 200 ml, ya'ni 0.2 bo'ladi. 0.2 litr bo'ladi. Ko'paytirsam 0.04 mol. Xo'p, kaliy karbonat ekan. Z esa 0.4 molyar. Xo'p, 100 ml bo'ladigan bo'lsa, buni 0.1 ga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni 0.1 litr bo'ladi. Bu ham 0.04 mol kaliy xlorid bo'lar ekan. Demak, variantlarni tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, birinchi A varianti tahlil qilamiz. Y dagi kaliy ioni mol miqdori karbonat mol miqdoridan katta deyapti. Demak, Y tahlil qiladigan bo'lsak, ionlarga ajratsak kaliy plus va xo'p, karbonat 2 minus ga ajraladi. Mol demak 0.04 mol bo'ladigan bo'lsa, bu 0.08 chiqqan va mana bundan 0.04 bo'ladi. Demak, qaysi biri katta? Bu katta. Ya'ni bizga noto'g'risi kerak. Shuning uchun A javob chiqib ketadi. A javob chiqarib olsak bo'ladi, chunki kaliy ionining mol miqdori karbonat ion mol miqdoridan katta deyapti. Bu bizga to'g'ri bo'ldi. Bizga noto'g'risi kerak. Xo'p, B varianti tahlil qiladigan bo'lsak, anion konsentratsiyasi Z da eng katta deyapti. Xo'p, kation va anionga ajratadigan bo'lsak, xlor minus bu 0.04 mol bo'lgan vaqtda bu ham 0.04 mol bo'lgan. Bu ham 0.04 mol bo'lgan. Bu anion. Y dagi anion ham 0.04. Xo'p, o'z-o'zidan X dagi anion ham xo'p 0.04 bo'ladi. Minus bo'ladigan bo'lsa, demak bu 0.04 mol edi. Bunda ham 0.04 mol bo'ladi. Xo'p, mana shu B javob hozircha to'g'ri kelyapti. Ya'ni xato bo'lyapti, noto'g'ri javob bo'lib turibdi. Chunki anionlar hammasida tekstda bir xil turibdi, qarang. 0.4. Mayli, bu javobda turib tursimizda, mana variant sifatida B javob, qolgan variantlarda ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, C javobga qaraydigan bo'lsak, anion mol miqdori 3 ta eritmada tengdir deyapti. Bu to'g'ri. Uchalasida mana ko'rib chiqdik-ku, uchalasida teng. Bizga to'g'risi emas, noto'g'risi kerak. Demak, C javob ham chiqib ketadi. D javob. Ionlarning umumiy konsentratsiyasi Y da eng katta. Xo'p, ionlarning umumiy konsentratsiyasi Y da eng katta deyapti. Demak, haqiqatan ham qarasangiz, mana bu ham 0.04 bo'lsa, qo'shsam 0.08 bo'ladi umumiysi. Bu ikkalasini qo'shsam 0.12 bo'ladi. Bu ikkalasi ham 0.08 bo'ladi. Xo'p, eng kattasi rostdan ham Y da. Shuning uchun bu javob ham chiqib ketadi. Bizga noto'g'risi kerak. D javob xato. Variant B javob to'g'ri bo'lyapti. Ya'ni anion konsentratsiyasi Z da eng katta deyapti. Z da eng katta emas, hammasida teng. Bizga noto'g'ri javob kerak edi. Shuning uchun B bo'ladi javob.